Mana hozir Cherry mashinasi kelgan, jemchuq rang. Mana shu qirilib, o'yilib qolgan. Mana shusini petni o'qib beramiz. Mana shu yerga shpakulovka to'ldirib, gruntovka sepamiz. Keyin mana shuni petni o'qib beramiz. Hozir bamfer yechish jarayonidamiz mana. Bamferlarni hammasini yechib olib, keyin ishimizni boshlaymiz hozir. Mana Cherry bamferini shpakulovkalab, gruntovkalab oldik. Mana pechga qo'yib qizdirib qo'yganmiz. Hozir mana shu chasini petni o'qib sepib beramiz. Gruntov qurisi mana shu joyini ishqilab, mana shu joyga petni sepib beramiz. Mana chazorimiz ham bitdi. Mana qilingan ishlar. Mana holati. Mana mana shu yerda petni o'chirgan joyimiz bor edi, ular ham bilinmay ketdi. Mana holat. Mashinamiz bitta tayyor bo'ldi.